Birorta so'z demasdan odamlarga buyruq berishni bilasizmi? Bilmasangiz, Robert Greene buni 4-qoidada o'rgatib ketgan. Lord Winston tayyorlagan dokladini Kissinjerga ko'rsatgach, uni tepasida shunday yozuv bilan qaytarib oldi. Bu siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi ishmi? Lord dokladni qayta ishlab chiqdi va yana ko'rib berishga taqdim qildi. Bu gal ham doklad o'sha yozuv bilan qaytarildi. Bu siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi ishmi? Winston 3-marta ham dokladni tuzatdi va yana qayta olib kirdi. Qarasa, Kissinjer uni yana o'sha yozuv bilan qaytarib beryapti. U jahldan portlab ketdi. "Ha, bu men qilishim mumkin bo'lgan eng yaxshi ish." Kissinjer esa jilmayib, "Juda soz, ana endi dokladni o'qib ko'rsam ham bo'ladi", dedi. Kissinjer birorta so'z aytmadi, lekin Lordni 3 marta qayta ishlashga majburlay oldi. Natijada doklad mukammal ko'rinishga keldi.